Xomushluq kasalini davolashning turlari qaysilar? Xomushluq kasalini davolashning usullari ko'p bo'lib, bu usullar kasallik alomatlarini pasaytish, kasalga taqobil turish iqtidorini yuqori ko'tarish va sog'lomlikni ilgari surishga yordam beradi. Xomushluq kasalini davolashdagi an'anaviy usul bo'lsa, xomushluq kasalini keltirib chiqargan biologik sabablar va psixologik, ijtimoiy omillarga asosan dori bilan birlashtirilgan psixologik davolash ilib berishdir. Nimali bo'lmasin, bu xil turga ayirish hozircha umumlashmayotidi. Xomushluq kasali bir xil murakkab kasallik. Nerv ilmiy tadqiqotining isbotlashicha, mayli dori orqali va yoki psixologik davolashning har ikkilisi cho'ng miyning iqtidorida ma'lum o'zgarishlarni paydo qilganlikdan har ikkisini biologik davolash degan turga ayirgan. Bu sababdan navbatdagi yetakchi fikrlar mayli yolg'iz psixologik davolash ilib berish yoki dori bilan birlashtirib davolash ilib berishda bo'lsin, kasalning manbasining nadin kelgan bo'lishidan qat'iy nazar psixologik davolashni unumli tanlash sifatida tavsiya qiladi. Xomushluq kasalini davolashda qaysi xil usullar qo'llaniladi? Xomushluq kasalini davolashda qo'llaniladigan usullar bir qancha turli bo'lib, eng keng e'tirof qilingan usullar CBT, hissiy harakat orqali davolash. CBT, ya'ni xomushluq kasalini hissiy harakat orqali davolash usuli, salbiy tafakkur andizasi va qiliqlarni dalil isbotlar orqali oydinlashtirish va sharhlashga yordam beradi. CBT orqali davolag'uchi bemorlarning o'y-xiyoli, his-tuyg'usi va qiliqlari orasidagi bog'lanish ustida izlanishiga yordam berib qolmay, yana ularning salbiy tafakkur qilishining oldini olib, ularning his-tuyg'usini tangpunglashtirishiga yordam beradi. Nurg'un tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, xomushluq kasalini davolashda CBT orqali davolashning unumi ko'rinarli bo'ladi ekan. 115 tadqiqotning atrofliq meta-analizi xomushluq kasalini davolashning unumli usuli hissiy harakat orqali davolash, ya'ni CBT ekanligini, buningga dori bilan birlashtirib davolashni qo'shganda unumining texmi ko'rinarli bo'ladiganligini isbotlagan. Undan boshqa yana CBT orqali davolashni qabul qilgan bemorlarning kasalining qayta qo'zg'alish nisbati yolg'iz dori bilan davolashni qabul qilganlarga qaraganda to'van bo'lgan. Kishilik munosabat orqali davolash. Kishilik munosabat orqali davolash, ya'ni IPT usuli xomushluq kasalini davolashdagi unumli usul deb qaralmoqda. Bo'libmi, kishilik munosabat masalasi tufaylidan paydo bo'lgan kasallik ahvoliga nisbatan IPT orqali davolashning asosi bo'lsa, xomushluq alomatlari va munosabat xirislarining doim o'zaro munosabatlik va bir-biriga ta'sir ko'rsatadiganligini tushunishda. Bu bir xil nishonli qisqa muddatlik davolash bo'lib, davolash muddati odatda 12 haftadan 16 haftagacha bo'ladi. Davolash asosan bemorlarning munosabatdagi masalalarni bayqash hamda uni hal qilish, o'zaro aloqani yaxshilash va qo'llash to'g'ri qurishiga yordam berishni maqsad qilgan. 2020-yildagi bir tadqiqotda xizmat besimi sababidan xomushluq kasali giribdor bo'lganlarga IPT orqali davolashning foydasi bo'ladiganligi bayqalgan. Tadqiqot natijasida bundaq davolashning tushkunlik alomatlarini azaytish va xizmat natijasini yaxshilashdagi unumining o'lchamlik davolashga solishtirganda texmi yaxshi bo'ladiganligi isbotlangan. Zehnini to'plash asosida davolash. Zehnini to'plash asosida davolash usuli xomushluq kasalini davolashdagi ko'ngil bo'lish prinsipi bilan amaliyot birlashtirilgan davolash usuli bo'lib, bundaq davolash usulining xomushluq alomatlarini kontrol qilish hamda yeniklatishda yordami bo'ladi. Bu xil davolash usuli, ya'ni zehnini yig'ish asosida tonish orqali davolash va zehnini yig'ish asosida jiddiychilikni pasaytish qatorliqlar navbatdagi tonishni tanqisiz qabul qilishni hamda o'ziga ko'nish pozitsiyasini yetildirishni maqsad qilgan. Zehnini to'plash asosida davolash ilib borganda bemorlar o'zining o'y, fikr va his tuyg'usiga cho'kib ketmaslik yoki bak hayajonli inkos bildirmaslikni o'rganadi. Zehnini yig'ish usulini o'rganish va uni taraqqiy qildirish orqali bemorlar xomushluqqa munosabatlik salbiy tafakkur andizasi va his tuyg'usini farqlantira oladigan hamda ularga texmi mohirlik bilan inkos qaytara oladigan bo'ladi. Dialektikalik harakat orqali davolash. Xomushluq kasalini dialektikalik harakat orqali davolash, ya'ni DBT usuli, hissiy harakat orqali davolash, ya'ni CBT usuli bilan zehnini to'plash asosida davolash usuli birlashtirilgan bo'lib,
eng dastlabda chegara siziqi ufqumiy qalayimqonlashishni davolash uchun loyihalangan. Dialektikalik harakat orqali davolash usuli yana xomushlik kasali bilan kayfiyat qalayimqon bo'lishni ayirish va hal qilishga moslashtirilgan. Dialektikalik harakat orqali davolash usuli salbiy tafakkur andisasi bilan odat xarakterli qilmishlarning xomushlik bilan bo'lgan bog'lanishini hamda ijobiy o'zgarish paydo qilishini ilgari surishni nishon qilgan. U bemorlarning his tuyg'usini tamponlashtirish, azobga bardoshlik berish va kishilik munosabat iqtidorini yetildirishga yordam berish orqali bemorlarning qiyinchiliklarni hal qilishga bo'lgan tonishi va duch kelgan xiraslarni texnik sog'lom, muvofiq usulda bartaraf qilishiga yordam beradi. Zehnini yig'ish orqali davolash usuli hozirgi his tuyg'u va har xil ideyalarni tanqidsiz qabul qilishga ilhomlantirib, texnik yaxshi hissiyot boshqarishni ilgari surishni maqsad qilgan. Psixikalik harakatchan davolash. Psixikalik harakatchan davolash usuli psixologiya va psixikalik davolash sohasidagi asosiy usullarning biri bo'lib, Sigmund Freud bilan Carl Jung qatorliq boshlamchilar tomonidan 19-asrning oxirlari va 20-asrning boshlarida ijod qilingan. Psixikalik harakatchan davolash usuli xomushlikning manbasi yoshirin ongdagi hal qilinmagan ziddiyatlar ustida izlanishdir. Bu xil davolash orqali bemorlarning ichki hissiyot qatlamiga texmi ichkirlab kirib, ularning o'z-o'ziga bo'lgan tonishini o'stirib, o'tmishdagi kechirmishlarining hozirgi his tuyg'usi va qilmishlariga qanday ta'sir ko'rsatadiganligini tushunishiga yordam berdi. Tajriba xarakterlik isbotlarning gavdasi psixikalik harakatchan davolashning unumli bo'layotganligini qo'llaydigan ishonchlik manba kun sari ko'payib hamda meta analizlarmi bu xil davolashning xomushlik kasalini davolashdagi rolini muayyanlashtirmoqda. Xomushlik kasalini davolashning eng yaxshi usuli qaysilar? Hech qanday bir davolash usuli hamma kishiga mos kelavermaydi. O'xshamagan davolash usulining unumi o'xshamagan bemorlarga qarata farqli bo'lishi mumkin. Hissiy harakat orqali davolash, ya'ni CBT usuli navbatda eng ko'p qo'llaniladigan hamda qattiq tadqiq qilinayotgan davolash usuli deb qaralmoqda. Nurg'unlagan tadqiqotlar va meta analizlarning isbotlashicha, har xil kishilar va sharoitlarda xomushlik kasalini davolashdagi unumi eng ko'rinarli bo'lmoqda. Xomushlik kasalini davolashning unumli usuli. Xomushlik kasalini davolashning bir qancha turli unumli usullari bor bo'lib, har xil kasallikni o'xshamagan taraflardan davolash nishon qilingan. Tövandagisi doim qo'llaniladigan bir qism muhim texnikalar. Faoliyatchanligini qo'zg'atish. Bu xil davolash usuli bemorlarni tushkunlik alomatlarini pasaytiradigan, ijobiy mo'l mazmunli faoliyatlar bilan shug'ullanishga undashdir. Bemorlarni ilgari huzurlanib qiladigan ish faoliyatlar bilan shug'ullanishga rag'batlantirish orqali tushkunlikning davriylashishini buzib tashlab, aktiv kayfiyat va harakatlantirish kuchini kuchaytirib bo'ladi. Masalalarni hal qilish iqtidori. Bu xil davolash usuli bemorlarning xomushlikni keltirib chiqarayotgan konkret masalalarni bayqash va hal qilishiga yordam berishdir. Masalalarni unumli hal qilishning strategik usullarini o'rganish orqali kontrol qilish engini kuchaytirib, chorasizlik tuyg'usini azaytqili bo'ladi. Kayfiyatni nazorat qilish. Bu xil davolash usuli kayfiyatning o'zgarishini iz qo'g'lash hamda qo'zg'atquchi omillarni tunutish orqali bemorlarning o'zining hissiyot andisasini texnik yaxshi tushunishiga yordam berishdir. Kayfiyatni nazorat qilishning xomushlikning dastlabki alomatlarini bayqash hamda vaqtida oldini olishga yordami zo'r bo'ladi. Nishon belgilash. Reallikqa uyg'un hamda amalga oshirg'ili bo'ladigan nishon turg'izish orqali bemorlarni nishon va maqsad yo'nalish bilan ta'minlashdir. Bu nishonlarni amalga oshirish jarayonida bemorlarning o'ziga bo'lgan ishonchi eshib, baxt tuyg'usi kuchaydi. Tonish engini qayta shakllantirish. Bu xil davolash usuli salbiy tafakkur andisasiga jang e'lon qilish va o'zgartirishdan iboratdir. Aqlga sig'maydigan, nomuvofiq o'y-fikrlarni tamponlashtirish va ijobiy fikrlarga almashtirish orqali bemorlarning hissiy inkosini o'zgartgili hamda xomushlik alomatlarini pasaytgili bo'ladi. Tafakkur va o'ylanish. Tafakkur mashqi hozirgi tonishni hamda o'y-fikr va his tuyg'usini tanqidsiz qabul qilish engini yetildirishni o'z ichiga oladi.
tafakkur va o'ylanish bemorlarning kayfiyatini tangshash iqtidorini o'stirishiga yordam beribla qolmay, besimga texmi unumli taqobil turishga yordam berdi. Rahatlanish texnikasi. Bu texnikani o'rganish uchun cho'nqur nafaslanish mashqi yoki muskullarni tadrijiy bo'shatish mashqini ishlash lozim. Bu texnikani davomli qo'llanish orqali miya va badandagi jiddiylikni pasaytib, rohatlangani bo'ladi. Minnatdorlik xotirasi yozish. Ijobiy va unumli chora tajribalarni hamda minnatdorlik bildirishga tegishli ishlarni xotirlab qo'yish orqali minnatdorlik mashqi ilib berib, aktiv kayfiyatni, baxt tuyg'usini kuchaytirib bo'ladi. Qachondan boshlab dori bilan birlashtirib davolashni o'ylash kerak? Mubodo bemordagi xomushlik alomatlar ig'ir bo'lsa yoki psixikalik davolashning unumi ko'rinarli bo'lmagan bo'lsa, dori bilan birlashtirib davolashni o'ylash lozim. Umumiy jihatdan aytganda, dori bilan birlashtirib davolash xomushlikni kontrol qilishning eng unumli usuli deb qaraladi. Kasbiy tibbiy xodimlar bilan astoydil muzokiralashgandan keyin ondan dorilarning foydasi va yoshirin xatarini mo'ljallash kerak. Xulosa: xomushlik kasalligini qabul qilmoq tez, ammo psixikalik davolash bir turli qimmatli manba sifatida mohiyatli qo'llash hamda dalil isbotlarni asos qilib salbiy tafakkur andisiga jang e'lon qilish bilan birga texmi sog'lom turmush qarashi yetildirishga yordam beradi. O'xshamagan bemorlarga qarata o'xshash bo'lmagan psixikalik davolash ilib berishning unumi o'xshash bo'lmaydiganligini to'nib yetish kerak. Naq shu kasalga tushadigan davolash usulini topganda texmi unumli natijaga erishgan bo'ladi.